Gelikka orzu qilayotgan bratim, bu mashinaning egasi bo'lish 1 yilda sizga nech pulga aylanishini hech hisoblab ko'rdingizmi o'zi? Men sizga bugun shuni hisoblab beraman. Ketdik. Bratan, glушительdan soqqa uchib chiqayotganini ko'ryapsizmi? O'rtacha hisobda kuniga 50 km yurasiz deb hisoblasa, 1 yilda 18 000 km yurar ekansiz. Bu ochopat bo'lsa 100 km ga 25 litr 98 yoqyapti. 17.900 so'mdan yiliga 80.550.000 so'm bo'lar ekan. $6.500 bitta Spark'ni havoga uchiribsiz. 8 silindrli maxluqni moylamasangiz yurmaydi. Moy almashtirish Fuchs Titan GT1 Flex 3 5 ga 40 dan 9.5 litr $15 dan. Moy filtri $30. Salonga, tashqariga 20, ichkariga $40lik filtr ketadi va havo filtri dvigatel uchun $60. Krugom, bigom salkam $300 bo'lyapti. 18 mingning ichida bunaqa almashtirishdan 3 ta qilishingiz kerak. Hash-pash deguncha qish kelib qoladi. Kavushimni yengilab bering deb qoladi. Zavodskoy Pirelli Scorpion Zero Asymmetrico 4tasi $2200 ga aylanadi. Aqa bu original AMG G63 mashina 3 tonnadan og'ir, tezlashgandan keyin sekinlashishi ham kerak. Tormoz kolodkalari tez ketadi. Oldi komplekt $350, orqa komplekt $300. Katta bolalar qora gelikini Black Star moykada yuvdiradi. VIP servisda oppoq salonini himchistga qildiradi. Buning uchun 1 yilga $1000 ajratib qo'yamiz. Broni plyonka bilan keramika mayli. Endi u yog'i himmatingiz. Men itogoni hisoblaganimcha, men yurakchani shundoq qizartirib yuboring, videoni gelikka orzu qilib yurgan o'rtog'ingizga jo'natib yuboring, bilib qo'ysinlar, eshiklarni mana bunaqalardan qarsillatib yurish nech pulga aylanishini. Voy, mana buni qaranglar, $11.000 dan oshib ketdi. Men hali strafovkani, tonirovka razрешенияларni hisoblamadim. Расход ko'p, lekin bulardan qutulishi oson yo'li bor. Luxcar Rentalga borasizlar, menga AMG G63 originalini bering deysizlar va kuniga atiga 9 million so'mdan maza qilib haydab yuraverasizlar.